Ogoh.uzda kun yangiliklari. Bugun nimalar bo'ldi? Eng muhim yangiliklar bir joyda. Jazirama sabab ishxonalarda ishni cheklash kerak. Mehnat inspeksiyasi. Buxoroda bog'chalar jazirama sabab vaqtincha yopildi. Open byudjetning ikkinchi mavsumi boshlandi. Belarusga ishga borgan o'zbekistonliklar Andijon hokimiga murojaat bilan chiqdi. Belarusdagi hibsxonada o'zbekistonlik ayol farzandli bo'ldi. Yevropa mamlakatlari rahbarlari va Yevropa ittifoqi rahbariyati Kiyevga yetib bordi. Netanyahu Interpol orqali xalqaro qidiruvga berildi. Jazirama sabab ishxonalarda ishni cheklash kerak. Mehnat inspeksiyasi. O'zbekistonda davom etayotgan issiq ob-havo sharoiti sabab ish beruvchilarga xodimlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha majburiy choralar belgilandi. Mehnat inspeksiyasi ishning eng issiq vaqtlarida, xususan soat 11:00 dan 16:00 gacha tashqi va og'ir jismoniy ishlarni cheklash yoki to'xtatish zarurligini ma'lum qilgan. Ish beruvchilar xodimlarni yetarli ichimlik suvi, salqin dam olish joylari va himoya vositalari bilan ta'minlashi, shuningdek issiq urishi hamda suvsizlanishning oldini olishi bo'yicha tushuntirishlar o'tkazishi kerak. Buxoroda bog'chalar jazirama sabab vaqtincha yopildi. Buxoro viloyatida havo harorati 44-45 gradusgacha ko'tarilishi kutilayotgani sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to'xtatiladi. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi xulosasiga ko'ra, bog'chalar 15-17 iyul kunlari ishlamaydi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati 20-iyuldan boshlab belgilangan tartibda qayta davom ettiriladi. Open byudjetning ikkinchi mavsumi boshlandi. O'zbekistonda tashabbusli byudjet jarayonining 2026-yilgi ikkinchi mavsumi start oldi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xabar berdi. Vazirlikka ko'ra, bugun 15-iyuldan 3-avgustga qadar tashabbuskor fuqarolar o'z hududlarini rivojlantirishga qaratilgan taklif va loyihalarni Open Budget.uz portali orqali taqdim etishlari mumkin. Shuningdek, boshqa bosqichda sheriklik asosida amalga oshiriladigan loyihalarni ham ilgari surish imkoniyati mavjud. Bunda fuqarolar o'z tashabbuslarini boshqa tashkilot yoki homiylar bilan hamkorlikda amalga oshirish uchun taklif etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Belarusga ishga borgan o'zbekistonliklar Andijon hokimiga murojaat bilan chiqdi. Belarus prezidenti Lukashenko o'zbekistonliklarni Belarusga ishga taklif qilganidan so'ng bir guruh o'zbekistonliklar mamlakatga jo'nab ketgan. Ular daromad masalasida Andijon viloyati hokimiga murojaat yo'lladi. Murojaatda fuqarolar ish beruvchi tomonidan taklif qilingan $500 oylik o'ta kamligi hamda bu sharoitda xorijda ishlashdan ko'ra O'zbekistonga qaytib mehnat qilish ma'qul ekanini ta'kidlab, masalani hal etishda amaliy yordam so'ragan. Belarusdagi hibsxonada o'zbekistonlik ayol farzandli bo'ldi. Minsk shahrida tergov hibsxonasida saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolari bilan uchrashuv o'tkazilgan. Uchrashuvda muassasada saqlanayotgan O'zbekiston fuqarosi homilador ekani, farzandi dunyoga kelganidan so'ng uni O'zbekistondagi yaqin qarindoshlari qaramog'ida bo'lishni istashini ma'lum qilgan. Farzand tug'ilgan va iyul oyida chaqaloq O'zbekistonga olib kelinib, yaqin qarindoshlari qaramog'iga topshirilgan. Jarayon Ombudsman O'zbekistonning Belarusdagi diplomatik vakolatxonasi hamda tegishli idoralar hamkorligida tashkil etilgan. Yevropa mamlakatlari rahbarlari va Yevropa ittifoqi rahbariyati Kiyevga yetib bordi. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyenning so'zlariga ko'ra, tashrif davomida ko'proq va tezroq ishlab chiqarish maqsadida Ukraina va Yevropa ittifoqi mudofaa sanoatini integratsiya qilish, shuningdek kelayotgan qishga tayyorgarlik ko'rish masalalarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, kelganlar orasida Serbiya prezidenti Vučić, Moldova prezidenti Sandu va Ruminiya prezidenti Nikoshordan bor. Netanyahu Interpol orqali xalqaro qidiruvga berildi. Turkiyaning Istanbul shahridagi 11-oliy jinoyat sudi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga nisbatan Interpol qizil bildirishnoma chiqarish bo'yicha qaror qabul qildi. Qaror G'azo sektoriga insonparvarlik yordamida olib borilayotgan global Sumut flotilla kemalarining to'xtatilishi yuzasidan olib borilayotgan tergov doirasida qabul qilingan. Ish bo'yicha yana bir qator Isroil amaldorlariga nisbatan ham turli ayblovlar ilgari surilgan. Isroil tomoni o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etmoqda.